Hürmetlik vatandaş küçük kaldım keçirim. Bugünkü ıslak 2024 yıl 12. ayının 3. günü. Haftaga Seyşembe vatandaş. Sizlerge bugün söz deydiğin leksiyemiz yaki vaziyet doğrusudaki şiirlerimiz mındak tuyuksuz bütün gün keçidin başlap Kore'de devlet parlamento etrafında ve şehirde namayiş qalay maqançılık yüz verdi. Bu qalay maqançılıkta mesela sakçılarını hareket keltirdi, hatta herbilerini hareket keltirdi. Bu namayişçiler deydi ki biz parlamento qoğdayımız demde kandak, ya ki sakçılar şundak dedim o parlamento qoğdayımız binani dem. Bunun tekten imi kendisiniz uçuk eğitip birinci hazırlık kilovatkan gerpte biz Çavşen'den sınıp kiriş küçünü, ya sınıp kirgen küçün tazalayımız degen şuar ya ki siyaset bu hükümet tarafından çıkıvatkan şuar iken yani bir taraftan bunun tekte yitip kildiğen bolsanız Kore'de bir iş ya da nazik iş bolsa gerek. Mesela Kore'nin vezirinin ayali Kore devlet maliyesiga arlaşkan deydiğen bir ağız gap bilen hakimiyet sırtındaki partiyelerinin teşkillişi arkalık bu iş yüz biripti. Şu münasebetle Kore'nin veziri ciddi halet ilan kılgan idi. Ettiğinki haberlerde bugün azı keştirette ciddi haletten bekar kılınğanlığını ağız kaptı. Çavşen, yaki Kore'ye birleşkendi. Kore'ye yerim aralı. Mesela Çavşen, Rusya'ya askeri kısım evetti. Her bir kısım bilen Ukrayna'ya karıştırıp Rusya'nı kolladı. Bu hem de cihanın hazırlıkı vaziyetini etkardı intayin nazik iş. Bu doğruda Kore'ye hükümeti bir kanç katım agahlandırış verdi Rusya tarafı hem. Lakin çoğun hareketler bolmagan idi. Tuyuksuzluk Kore'de bu özgürlük yüzbediği vatandaş. Bu silahı eğitediğimiz birinci. İkinci azı Suriye'de hem kısaca bir özgürlük bulup öttü ya ki buluvatı desiniz buludu. Mesela Suriye'nin padişahı Asad, Beşer Asad hazır yesaptı kelgen tor bettiki haberlerde Balıçak'sını elip Moskova'ya kaçıp gitti deydi. Kaçıp gitti deyiş bilen tanla. Rusya'nın Suriye'de turuşluk harbi askeri kısımlarının hemisi Rusya'ya kaytırıldı, çekindirildi deydi. Bunu bir noktada eşsiniz Rusya hazır Ukrayna vuruşu da halsırap kaldı. Şunlaşkı otur şerikte Suriye'den asker çekindirişki mecbur oldu demsiz kandak. Elbette şundak deyseniz vatandaş. Demek Rusya Suriye'den çekindi degen gep, ameliyatı otur şerikten çekindi degen gep vatandaşım. Bunun manası intayin çoğur ki terakkat kandak olduğunu kılınmaydı vatandaş. Hazır Asad, Beşer Asad Moskova ketken bolsa, Suriye'de hükümet kurulduğun bolsa, bu hükümet kandak hükümet. G'arbga mayil demokratik hükümet mi veya ki yani otur şarkının radikallarına münasebetlik devletin bunu hazır paraz kılanmayız, kıyas kılanmayız. Suriye'de yüz bergen iş, hani şu vatandaşlarım. Anda yana bir noktada nime deseniz, Avrupa İttifakı'da yakındalı bulup ötken saylamda, mesela Avrupa İttifakı Komitetinin reisi ve mavi reisleri, mesela Avrupa İttifakı Daimi Komiteti reisi Antonio Costa bilen Frandikin Kaja Kallas mavun ve yaki resmi reisleri bula tuyuksuzlar Ukrayna Kiev şehrini ziyaret kıldı. Hazır haberi karısa kendi vatandaş 12. ayının 2. günü mü, 3. günü mü de? Günü de hazır Germanya'nın veziri Olaf Scholz tuyuksuzla Kiev şehrini Ukrayna'nın Kiev şehrini ziyaret kılıp yani şundakla
naytı normal ve real bir revişte 650 milyon euro Rusya'ya harbiy işler bu için yardım berdiğanlığını etti. Bunu hem ciddi haberdeymiz, hem ciddi hareket kılışdaymiz. Ukrayna doğrusu Avrupa nemiş kımışında ciddi hareket kılıp kaldı. Hareket kelip kaldı. Buna azıt etraflık hiçbir işte tüzük materyal yok vatandaş. Bunun için bizi geçiriyorlar. Andın biz Tayvan'ın prezidenti Layçın'da Hawaii'de çıgıradın öttü Amerika Koşmuş Ştatlarının andın Guam'da çıgıradı ötüdü dedik. Bu arlaqda çıgıradı ötüpla telefon verip sabah parlament başlığı Nancy Pelosi bilen telefonda bir Cungo'nun harbiy gücünün Tayvan boğazında parakende kılış meselesini muhakeme kılıştı. Bunun için yani okşaşı Cungo Kompartiyası ve onun hükümet Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçıları narazılığını bildirdi vatandaş. Bunu bir haberde bilin. Endi bir yerde gapning üzünüme deseniz, Prezident Trump tamoydan bejini götürüp çıktı. Bunu biz sizlerge sözlüdük mü? Qandaq sözlügidek bomdu. 12. ayının 3. günü Amerika avazlı Xitay til programması ilan kılınıptı bu bugünkü haberdeyle. Qo'shni davlatlar Kanada, Meksika qo'yib oldu, baş qo'yib oldu. Yakında yani 11. ayının 30. günü bu haberi sizlerge yetkizemegen edik. 11. ayının 30. günü Prezident Trump Kisek altın devletleriga 100% baş qo'ydiganligini e'lon qildi. Bunun sebebi nima deseniz, mush yaqinqi yillardan beri 3-4 yil bo'ldi deyli. Jungo Kompartiyasi bo'lib, bu Rossiya Federatsiyasi prezidenti bilan ittifoqlashib yoki usullashib savdo tijoratda Rossiya rublini yoki Jungo renminbini xalq pulini ishlatishimiz, xalqaro savdo tijoratning pul birligi qilishimiz kerak. Dollarni bu saatdan qo'g'lab chiqarishimiz kerak degan bir talvilacha, bir ahmoqlarcha harakatni boshlagan edi. Shuningdan foydalanib dollarni xalqaro savdo tijorat o'rnidan chiqarib o'tmoqchi bo'lgan edi vatandosh. İnsan degani qalsılıdır. İnsan tushkurdigan bo'lsa ajoyib, birang. Tushkurishning cheki yo'q inson ishine vatandosh. Naqadayım her bir adam tushkurdi. Tushkurishning cheki yo'q. Çekim ayagicha ma tushni ko'r, ayagicha ochishni ko'rib ol deydigan chek yo'q, cheksiz bo'ladi. Hozir endi g'arb dunyosi, demokratiyasi, dunyo tartibi, rayon xarakterlik masalalarda ig'vogarchilik qilayotgan Jungo Kompartiyasi endi kelib dollarning o'rniga men xalq pulini, renminbini qo'yman deydigan bo'lsa, bu bir tush ko'rishdan vatanda. Tush ko'rib o'tadi Jungo Kompartiyasi jungdan haydi. Shuningdek keldim, bu gapni anglab, yangi saylangan prezident Donald Trump'ni ochig'i keldim, yoki qanday 100%'in baş qo'yman dedi. Sen dollarga chaqiladigan dollarni aytib o't deydigan yoki bu sohada pul muomala sohasida parakendchilik paydo qiladigan bo'lsang 100%'in baş qo'yim tamoyda beji dedi. Endi bu davlatlar qaysilar bilasizlar? Braziliya, Hindiston, Rossiya, Jungo. Yakında anlasak Türkiye mi, İran mı qaysi? Bu teşkilat yani Altın Kesek Devletler Teşkilatı qatnashishni qaror qildi. Hozir buning ichida endi dastlabda nima dedi? Mesela Janubiy Afrika, bu başka bir xabarim deydi, bugun og'zimdan chiqib qoldi endi bu. Janubiy Afrika isyon ko'tarib, biz hech qachon Jungo bilan yoki Rossiya bilan birlashib dollarning o'rniga boshqa pul birligini qo'yamiz demidik deb, yani Amerika tarafga o'tib gap qildi. Bu başka bir xabar deydi, meni og'zim kelib qoldi vatandosh. Hozir endi hisobda anglangan mushunaq vaqtda Jungoning pul pahallığı, Jungoning kasatchiligi, Jungo iqtisodining chekinishi, zavolga yuzlanishi, hamma odam iqtisod to'g'risida so'zlayotganda dal mushunaq vaqtda prezident Trumpning o'tirg'i chiqib 30%dan bosh qo'yma, 100% tamoyda beji qo'yman deyish bilanlar. Evvel Rossiya rublida o'zgarish oldi vatandosh, ko'rdingizmi ishni?
Rossiya rublida pulning qimmati kursi şu hamon tushib ketdi vatandoshlar. Ana lekin Jungoda pul birligidimi, ya'ni renminbi xalq pulidimi o'zgarish o'ttirg'i chiqishga boshladi. Bu 11-oyning 30-kunidagi gap edi vatandosh. Endi yana bir xabarda nima deymiz sizga anglab turing, ha? Rossiya xanjirini g'ilobidan sug'ordi. Jungo tovarlarga 55% atrofı tamoyna böcek qo'ydi. Buni nima deymiz vatandoshim? Olay shahrini deymiz. Bunu o'zi de azima torbetki video film deyilyaptimi? Hozir Rossiya Jungoni bo'g'ib tashlash uchun G'arb bilan birlashdi degandek Prezident Trump tamoyna böcek kaltigini o'ynatdi. Jungoni qo'g'lab yurib bo'g'ib tashlash. Jungo vaziyat kontrollikdan chiqib ketdi. Pul qaraydigan yillar. 12-oyning 3-kuni berilgan ekan, endi buni yozma shakli qanday keldilar? Mana qarang. Rossiyaning bu vositasi bak qattiq bo'ldi. Ya'ni mavzuli xabar 12-oyning 2-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya oila saymallari va yog'och materiallari sodisi yoki pishiqlab ishlash deganda qachoq quchug'i kerakli yog'och materiallari yoki zinnat buyumlari kerakli yog'och materiallari shuni pishiqlab bir bilan yasaydi-ku. Shu stal o'rindiq degandek vatandosh. Shularga bu Jungodan eksport qilinib asosliq bordigan yeri Vladivostok. Vladivostok kirdikan qarab turing, ha, do'st ittifoqdoshlik degan maqolasi bo'ldiki, ne vatandosh? Jungoning yog'och materiallari Vladivostok orqali Jungo eksport qilinganda $1 bajanmaydi ekan, qarang, $1 mi bajanmaydi ekan? 0%. Bundan bajanmaydi ekan 0%. Bugun dal shu 0% ne Prezident Vladimir Putin biroqla 55-65%lik tamoyna bejiyi normasi ko'tardi vatandosh. Endi buni o'ylar orbiti nima keldi? Mana Amerika, Rossiya birlashib har qanday yo'l va choralar bilan Jungoni boplash maydoniga chiqdi degan xabarlar tarqalishga boshladi. Endi bu qisman holat. Biroq xabarda Rossiya hozir Jungodan kirdigan tovar mallarga tamoyna beji qo'yishni ko'paytirib etdi degan gap bilan xulosalandi vatandoshlar. Ekranda yana bir qatim bir anglab etildi. Xi Jinping taxtdan tushgan chog'dagi daqiqalar kishilarni o'ylaydigan bo'lsa, o'ylagan sira cho'chitdi. Buni da haqiqatan diqqat qilish arziydi. Masalan, biz Xi Jinping taxtdan tushdi ekan, 4-umumiy yig'inda taxtdan tushdi ekan, iste'fo berdi ekan, so'zlarni sizlar so'zlab keldi o'qib vatandosh. Bu yerdagi eng yirik masala nima desangiz, endi bu yirik masala taxtdan tushdi, xo'sh, o'rniga kim keladi? Masalan, o'rniga keladigan odamni darhol tepib chiqalamdi. Tepib chiqalagandimi uni atrofdagi chang'vi, pang'vi deganlar qabul qila olamdi. Jungoda umumiy saylam yo'q-ku. Yoki parlament saylama, parlament prezident saylagandek parlament rais saylaydigan qoidami yo'q-ku Jungoda vatandosh. Mushundaq vaqtda agar rais Xi Jinping taxtdan tushadigan bo'lsa, Jungo jamiyatining holi nima? Nima o'zgarish bo'ladi? Nima jiddiylik bo'ladi? Yaxshilik qarab taraqqiy qilamdi va yoki yomon taraf qarab taraqqiy qilamdi. Jungoliqning tabiati va tarixiy alohidligidan aytganda, hadisali millataris turgan o'rnini bo'lib olish, rayon doirasida davlat qurish. Ayni chaqda Mao Soviet Jungo hukumati deb davlat qurgandak 1930-31-yilda davlat qurgandak shundaq bo'lib oldigan ish chiqamdi qandaq. Hozir bu shu masalada taxtdan tushdi, taxtdan tushgan shu daqiqada Jungoda nima ish yuz berdi? Hozir bu to'g'ri betkilarning tadqiq qilingan mavzusiga aylandi. Vatandoshlar, endi eng oxirgi bir xatimiz nima desangiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Xi Jinpingga yana bir sovg'a taqdim qildi.
Mavzulu xabar 12 ayının 3. gün Venvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Joe Biden hozir Afrika qit'asidagi bir davlatga ega Angola. Angolaga ziyoratga yetib keldi. Bu yerda ikki maqsadga markazlashdi. Maqsad ikki natijaga markazlashdi deyilsa, biri savdo tijorat, masalan Angola ham nefet chiqadigan nefet bazasi intayin boy. Neftga boy davlat ekan, shuning bu yerda savdo tijoratga markazlashtirish maqsadni va shundaqla Angolaga mablag' solishga markazlashtirish maqsadni. Mushu maqsad bilan hozir navbatdagi prezident Joe Biden Angolani ziyorat qildi. Angola deganimiz 1965-yili mustaqillik jakarlab Portugaliyadan ayrilib chiqqan gap. Bugungi gap vatandoshim 1900 qanchinchi yil dedik? 75-yili, 65-yili emas. 1975-yili. Ben şu çağda Xitayning turmusi deydim vatandaş, ma taqdir qismatli keldi. Biz turmida yotdik vatanda. Lekin Angolada shunday kishilar ko'p-da turmida yotgan bo'pti. O'zidan mustaqilligini oldi, bu nihoyatda yaxshi. 75-yili desa bu tunugun kishilikli ko'z oldim kelyapti. 1975-yili mustaqilligini Portugaliyadan tartib olgan Angola shundan keyin Rossiya bilan Jungo'ning ta'siri ostiga tushib qolgan gap vatandosh. Rossiya bilan Jungo'ning ta'siri ostiga tushib qolgan gap. Hozir Angolaning prezidenti Laurent Sencha, Joao Laurent Sencha degan bu odam navbatda Angolani yetaklab, Angolaga tushuntiribdi emas, balki Angolaning davlat siyosati sifatida prezident Joe Biden Angolani ziyorat qilishdan burun bu Joe Lawrence degan prezident Angolani va o'zining tashqi siyosatini Amerika tarafga elib kelgan gap vatandoshim. Ya'ni bunda qarapayim tilimiz bilan aytsak, Amerika parast hokimiyatga aylangan gap. Shundaq chaqda prezident Joe Biden endi Afrikada Angolani ziyorat qildi degan gap. Chunki Kompartiyasi mijozingiz qandaq degan gap. Rossiya Federatsiyasi ya'ni mijozingiz qandaq degan gap vatandosh. Endi bu yerda shuni aytamizki, prezidentimiz Joe Bidenning bergan va'dasi bor edi. Masalan, bugun Angolada Rossiya ta'siriga qarshi, Jungo ta'siriga qarshi Angolani ziyorat qildi deb shular chaqlasak, prezident Joe Bidenning bergan va'dasi 2023-yil 9-oyning 19-kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umum yığınıda doklad berip bolgandan keyin O'rta Osiyodagi 5 davlatni yig'ib to'plab davlat boshliqlari bilan Nyu-Yorkda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yig'in ochgan edi mezgilda. Shu vaqtida prezident Joe Biden va'da berib, men O'rta Osiyoni ziyorat qilaman degan edi. Vatandoshim hisobda 1 yil o'tib ketdi. Endi vaqt chiqaramadi deyli, biz endi odamlar fikr qilaylik. Mushu kunda endi Angolani, masalan Rossiya Jungo'ning ta'siri ostida turayotgan Angolani ziyorat qilganda prezident Joe Biden keyingi vaqtlar uchun 50 kunlik vaqt ichida hozirmi Rossiya bilan Xitoyning ta'siri ostida turayotgan O'rta Osiyoni ziyorat qilish navbati keldimi, qanday? Biz albatta taqozomiz O'rta Osiyoliklar prezident Joe Bidenning O'rta Osiyoni ziyorat qilishi. Toza o'xshab qoldi-da, mana Angola Rossiya bilan Jungo'ning ta'siri ostida ekan bugun ziyorat qildi. Biz deymizki, O'rta Osiyo ham Jungo bilan Xitoyning ta'siri ostida. Balki Angoladan og'irroq darajada Rossiya bilan Xitoyning ta'siri ostida. Shundaq vaqtda prezidentimiz Joe Bidenning O'rta Osiyoni ziyorat qilishini umid qilamiz vatandoshlar.